Bo'ldi, qalaysizlar, bollar. Mana Barsa akkauntimiz boshlandi, yaxshi bo'lib ketyapti. Barsa akkauntda sizlardan 0 dan full qilaman degan edim. Barsa akkaunt kuchaytirib boraverdim. Bitta yaxshigina akkaunt chiqib qoldi. Mana shu akkaunt chiqib qoldi. Barsa akkaunt ekan, Barsani eski, yangi, hozirgi, oldingi davrda o'yinchilari bor ekan, olib yubordim. Endi bo'ladimi yoki 0 dan kuchaytirishim kerakmidi? Endi bu yog'ini sizlar bilasiz. Men hozir shu akkauntni olib yubordim. Endi nima bo'ladi, endi nima bo'lmaydi bilmadim. Barsa akkaunt bor ekan, yaxshigina pul aytdi. Yaxshigina pulga oldim. Bu akkauntni shu 100 ming degan ekan, 100 ming deb turibdi ekan. 60 minglarga savdoda endi bu yoq savdo qilib bir amalab tanishida 60 mingga berdi. Barsa akkauntni 60 mingga berdi. Bularda hozir reytingi tushib ketgan o'yinchilarni sotamiz. Qarang, Rivaldo, kimsan? Rivaldo. Kuchayishdi, qarang, kuchayishdi. Hali 6 kuchaytirib qancha turgan qarang. Bu undan 6 ta 100 chiqaramiz, 100%. Buni qarang, buni. Robert Lewandowski. Chesney, sog'lik payti. Ter Stegen. Ajal, oldingi davr. Hamma o'yinchi bor. Bu akkaunt o'zi endi bu akkaunt yaxshigina kuchaygan. Bu akkauntni endi full qilishimiz qolyapti. Bu akkaunt endi sotilmaydi. Bu akkaunt endi to'g'ridan to'g'ri full bo'ladi. Rivaldo 86, Robert Lewandowski 94, Rafinha 96, Kundi 93, hammasi full qilaman. Endi fullni kuchaytirishimni endi zo'r qilib sizlar bilan birga kuniga video qo'yib boraveraman endi kuniga. Kuni bo'lmasa 2 kunda bir. Endi reytingi tushib ketgan o'yinchilar sotamiz. Reytingi tushib ketgan o'yinchilarni. Reytingi tushganlar kimlar ekan? Asosiyda reyting tushgan o'yinchi bormi ekan? Asosiyda yo'q. Bunda ham yo'q. Bunda kim bor? Cancelo bor ekan. Canceloni sotamiz. Bu yoqda Eldor Shomurodov, hammaga eslatib qo'yay. Qarang, tezlik 91, hali o'zi 74 reyting. Eldor Shomurodov tilisida yo'q. Bu yog'ini ham aytib o'tib ketay. 79 tezlik olishi, starti 73, stri, kalla urishi, bosh bilan o'ynashi 67. Soni, pas berishi, shoti hammasi 69, 68, ta'sir charchashi 33 ekan. O'zbekistonlik Eldorbek Shomurodov Sheffield vazifasida o'ynaydi. Buni sota olmaymiz. Garsiani sotamiz. Garsia bo'lsa yana qaysini sotishimiz kerak? Yana qaysi o'yinchi bor? Qaysi biri sotiladi? Yana qaysi biri sotiladi? Bu yoqda sotiladigan o'yinchilar e'tibor bermabman-da. Hozircha esim kelmayapti. Kimlar sotilish, sotilmaslik. Gavi qoladimi, sotiladimi? Casado-chi, Griezmann-chi. Torres sotiladimi? Yo'q, sotilmasa kerak. Bu yerdan qaysi sotiladi? Trincao, mana bu sotiladi, Portugaliyalik. Men hozir kim sotilmay topa olmadim. Sizlar topgan bo'lsangiz, mana shuni sotish kerak desalaringiz, kommentga yozib qo'yingizlar. Esdan chiqmasin kommentga yozish. Endi kuchaytiramiz. Ketdi qani? Chesneyga tushadimi yo ikkalasiga ham? Chesney 84, 83, Ter Stegen.
Bu juda katta motivatsiya bo'lyapti bizga. Qani ketdik. Bu ham ikkitaga tushganda zo'r bo'lardi. Ko'proq Rafinyaga tushgan yaxshi edi. Usmon Dembele bilan Gonsalo Garsiyaga Niko Gonzalesga tushyapti ekan. Sizlar bilan buguncha xayrlashamiz. Endi bu videoni yana chiqaraman ertaga. Obuna bo'lishni unutmang, bu kanalni kuzatishni unutmang.